Endi Rasululloh marhamat. Rasululloh gapirsin. Qani shoirdan eshitaylik. Qisqacha takliflarimni aytmoqchi edim. O'zbek adabiyotining eng asl durdonalarini jahon tillariga tarjima qilishni uyushtirish kerak. Meni fikrim. Buni shuning uchun mana e'tirozlar bo'lyapti. Dunyoda chiqayotgan, bosilib chiqayotgan, nashrlarda chiqayotgan asarlarga e'tiroz bo'lyapti. Sababi ular nomutaxassis odamlar tomonidan tarjima qilinyapti. Buni O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi badiiy tarjima kengashi uyushtirish kerak. Tarjimonlarni, mutaxassislarni kerak bo'lsa, moddiy, ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlab, o'zbek adabiyotining asl durdonalarini jahon tillariga tarjima qildirish kerak. Boshqacha jahonga chiqa olmaymiz. Biza qachongacha kutamiz? Chetdan birov kelib bizani tarjima qilmaydi. O'zbek masalan dunyoga tanitay demaydi. O'zimiz qilishimiz kerak. Ikkinchi taklifim shunchaki tarjima emas, shunchaki tarjima qilib qo'yish bilan nima emas. Xalqaro mukofotlarga o'zbek shoir yozuvchilarini tavsiya qilish kerak. Bizadan ham nimalar olsin mukofot. Nima uchun Nobel olmaymiz degan savol bo'lishi kerak baribir. Nobel olgan mamlakatlarning adabiyoti dunyoga chiqadi. Nobel olgandan keyin o'sha mamlakatga qiziqish boshlanadi, o'sha mamlakat shoir yozuvchilari dunyoga tarjima qilinadi. Nobelni siyosiy tomonlarini aytib uni rad etib tashlashdan sal endi bu yetar endi, namuncha. Nobeldan ham boshqa Pulitzer, Booker bir dunyo mukofotlar bor. Va uchinchi taklifim Ogahiy mukofoti Pulitzerdan katta. Tushunaman, Ogahiy mukofotiga biza dunyo yozuvchilari, dunyo tarjimonlariga beryapmiz. Bizaniki ham olsin, bizaniki ham xalqaro jahonda e'tirof etilsin. Uchinchi taklifim Herman Hesse mukofoti tavrindori Mirdala Akbarov olgan tarjima. Uchinchi taklifim tarjima va muharrir birga ishlash kerak. Bizada mana hozir televideniyada mana aka aytdilar. Muharrir kerak, televideniyani ko'rib, uzr aka, savodsizlikdan yig'lab ko'rib o'tiraman-da. Muharrir kerak. Televideniyaga ham, nashrlarga ham loyihalar e'lon qilinadi, bir tarafga tortib ketishadi. Bunaqa emas. Tarjimonlar, muharrirlarni chaqirib birga ishlash kerak. Nashr etilayotgan kitoblarning ahvolini ko'rsangiz, juda achinarli. Ya'ni muharrir o'qimagan, muharrir